Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan migren haqida gaplashamiz. Migren bu kuchli bosh og'rig'i, birlamchi bosh og'rig'i bo'lib, asosan ayollarda erkaklarga nisbatan 2-3 barobar ko'p uchraydi. Migren bu boshni yarim qismida bo'ladigan kuchli bosh og'rig'i bilan namoyon bo'ladi. Bosh og'riqlari yorug'likda, issiqlikda, shovqin joylarda, kosmetik vositalar hidlariga nisbatan kuchayadi. Bunda ya'ni luqqullovchi og'riq bo'ladi, ya'ni pulsatsiyalovchi og'riq deymiz. Uy sharoitida davolash asosan o'sha migreni xurujlarni kuchaytiruvchi sabablarni bartaraf etishimiz kerak. Birinchi navbatda yorug', issiq muhitni cheklashimiz kerak. Migren bilan xastalangan bemor tinch, qorong'u, salqin joyda dam olish tavsiya etiladi va unga o'sha migren dorilar, migren xurujini bartaraf etadigan dorilar tavsiya beriladi va oyog'iga iliqqina vanna qilish tavsiya etiladi. Bu uy sharoitida bemorlar o'ziga o'zi yordam ko'rsatish hisoblanadi. Uni shifokor tomonidan tavsiya etiladigan o'zi endi migren uchun tavsiya etiladigan dorilar bor. Ya'ni bular o'sha kuchli migrenoz xuruj paydo bo'lgan paytda beriladigan triptanlar guruhiga mansub dorilar hisoblanadi. Ya'ni o'sha hammaga ko'pchilikka ma'lum bo'lgan sumatriptan, zomik degan dorilar hisoblanadi. Va unga ya'ni beta blokatorlar tavsiya etsak bo'ladi. Inpevis dorilar, ya'ni gofen, mig, ibuprofen sostavli dorilar tavsiya etsak bo'ladi. Va qon tomirlarini kengaytiruvchi, ya'ni angioprotektorlar guruhiga mansub dorilarni tavsiya etsak bo'ladi. Va unga keyin yengil fizioterapiya muolajalari ham bersak bo'ladi. Ya'ni bunga igloterapiya, ultrazvuk, bo'yin sohalarini yengil massajlarni tavsiya qilsak bo'ladi. Lekin hech qachon o'sha migren bilan og'rigan bemorlarimiz shifokor ruxsatisiz to'g'ri kelgan dorilarni ichish tavsiya etilmaydi og'riq qoldiruvchilarni. Chunki bu yana qo'shimcha salbiy alomatlarni keltirib chiqarishi mumkin. Agar sizda boshni bir tomonda kuchli luqqullovchi, ko'ngil aynishi bilan namoyon bo'luvchi og'riqlar yuzaga kelsa, albatta shifokorga murojaat qilish tavsiya etiladi.